Akalar assalomu alaykum. Короче, bizda soat 5:30 bo'ldi. Ish vaqtimiz tugadi. Endi sekin perchatkalarni kiyib krandan tushamiz. Bismillah. Ana kran. Xudo xolasa перекрытие tayyor bo'lib qoldi. Yo ertaga yo indinga beton oladi. Bu yerlarda hamma yo'q bo'lgan. 3-4 ta podiyom bor, shuni olib chiqib qo'yib, keyin bu yerda ham shunaqa перекрытие собирать qiladi stolni. Stol tiklab turib, ustiga yana shunaqa armatura to'qib turib, keyin bu yerga beton oladi. Xudo xolasa ertaga nasos bu tomondan oladi. Bu yer tayyor bo'lsa, bu tomondan kirib turib, shu yerdan olishadi inshaalloh. Menimcha kranni bezovta qilmaydi, chunki u yerdagi betonni kran bilan olmaydi. Faqat mana o stenaga kran bilan beton qo'yamiz. Montaj, demontaj. Перекрытиеga bo'lsa, faqat nasos bilan, xudo xolasa. Akalar, короче, ishimiz tugadi. Endi mana bu joydan sekin sig'ishib, bismillah deb tushib ketamiz pastga qarab. Kranda kameralar bor. Faqat biz kuzata olmaymiz. Chunki ulana olmadim men, harakat qildim. Shunaqa bu kamerani 3-4 kun bo'ldi qo'yganiga. Sabab hozir ko'rsataman. Короче, 3-etajdanmi, 2-etajdan odam tushib ketibdi liftavoyga. Shu sababli qattiq proverka bo'lganda kamerani yechib tashlashibdi. Nima bo'lgan, qanaqa bo'lganini bildirmaslik uchun kamerani olib tashlagan. Keyin hamma yo'q o'z joyiga tushgandan keyin kamerani joyiga qo'ydi. Mana bu ko'rdinglarmi, uni reka to'sib qo'ygan. Короче, yaqinlashtirib ko'raman. Mana shu yerdan короче tushib ketibdi narigi tomonga. Keyin olamdan o'tibdi. Shu sababli kameralarni olib qaytib qo'yib qo'yibdi. Shunday qilib har kuni kranga shunday chiqamiz, shunday tushamiz akalar. Manaqa o'ynab turish peli borda buni. Lesin san. Mana bo'lib mana o'ynab turadi. Ehtiyot bo'lib chiqib, ehtiyot bo'lib tushish kerak. Xudoga shukr mana. Salomon tushib oldik. O'tamiz endi sekingina.
armaturalarda xili. Palfikalar. Mana akalar dom. Sekin endi uyga yo'l olamiz. Xudo xolasa ertaga yana chiqarishga harakat qilamiz video. Salomat bo'linglar. Qiziq bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like iladi ayamisizlar.